16 yoshga to'lmagan bo'lsangiz ham, hattoki pasport, ID karta olmagan bo'lsangiz ham, bir dona tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bilan Safar imtihoniga registratsiya qilishingiz va imtihondan o'zingizni sertifikatingizni qo'lga kiritib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, registratsiyani qanday qilamiz? Ota-onamizning MyGov.uz sahifasiga kirib olamiz va bu yerdan ta'lim bo'limidan chet tilini bilish darajasini aniqlash, xizmatdan foydalanish va aynan mana shu yerda arizachining o'zi yoki arizachining voyaga yetmagan farzandi tugmalari turadi. Bizda arizachining voyaga yetmagan farzandini bosamiz. Keyingisi aynan shu yerdan siz o'sha qaysi farzandi ekanligingizni bu yerdan tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha yuqori qismdan va pastdagi barcha berilgan bo'shliqlarni hammasini ma'lumotlarini to'ldirib, pastga 2 ga 3 5 megabaytdan oshmagan bo'lgan o'zingizni rasmingizni fotosuratingizni yuklashingiz kerak bo'ladi. Keyingisini bosib, to'liq registratsiyani yakunlab, to'lovni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va imtihonga ID karta yoki pasportning o'rniga shunchaki tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizni olib borsangiz bo'ladi. Menga obuna bo'ling, chunki o'z sahifamda Safar multi-level imtihoni bo'yicha juda ham foydali va siz bilmagan ma'lumotlarni bo'lishib boraman. See you at the top.